Hasanboy bekorchilikdan zerikib, ishbilarmon do'stlarini maslahatga chaqirdi. Bekor yotgandan ne naf? Pul topish yo'lini qilish kerak. Uddaburon do'stlari ham yangi g'oyalarni qalashtirib tashladilar. Do'stlardan biri: "Menga qo'shilib shifobaxsh dorilar sotadigan kompaniyaga a'zo bo'l. Ham sog'ligingga, ham cho'ntagingga foyda", deb qoldi. Boshqa bir havaskor do'sti esa: "Kel, Adinexpet o'ynay qol. Juda tez qarzingdan ham qutulasan, mo'maygina soqqa ham topasan", dedi. Hasanboy ularga qarab: "Men senga o'xshab ko'chama-ko'cha dori sota olmayman-da. Sen aytgandek qilsam", dedi ikkinchi do'stiga qarab. "Narigi mahalladagi Xolmat traktorchining o'g'liga o'xshab o'zimni bir balo qilib qo'yamanmi?" Bu gaplarni eshitgan yana bir o'rtog'i esa: "Unga ko'nmasang, bunga ko'nmasang, uyingda kino ko'rib yot, like bos, pul topunda. Tamom", dedi. Xo'sh, dedi Hasanboy. "Buning uchun nima qilishim kerak?" Kino ko'rib pul topadigan yangi biznesning ikir-chikirigacha tushunib olgan Hasanboy yeng shimarib ishga tushdi. Ayolini, qo'ni-qo'shnisi yu qarindoshlarini ham biznesga tortgan Hasanboy ukasi Husanboyning ogohlantirishiga ham quloq solmadi. Axir har bir qo'shgan odami uchun unga yaxshigina dollar kelar ekanda. Yaxshi ham Hasanboy do'stlari bilan maslahatlashgani. Mana 2 oy o'tmasdan tikkan pullarini qaytarib oldi. Endi sof foydaga kiryapti. Bu foydani bir necha barobar oshirish uchun bobosidan qolgan ko'k Jigulini sotishga arang ko'ndirdi. Ko'k Jigulining pullarini kamroq ko'rgan Hasanboy bankdan 30 million kredit ham olib, like bosib, pul toparning eng baland tarifiga to'lov qildi. Buni ko'rgan qo'shnisi yu qarindoshlari ham biri sigirini, boshqasi sirg'asini, xullas topganini sotib pul tika boshladilar. Hasanboy endi pulning tagida qolishi aniq. Bu borishda u 2 oy ichida kreditlarini ham yopadi, yangi mashina ham oladi. U shular haqida o'ylab shirin uyquga ketdi. Shirin tushlarga to'la uyqudan turishi bilan like bosish uchun telefonini qo'liga olgan Hasanboy like bosib pul topadigan dasturiga kira olmadi. Hasanboyning xavotiri eshigi vahimali taqillaganidan keyin yanada oshdi. Eshikdan kirishi bilan qo'shnisi: "Ey yer yetkir Hasan, meni aldabsan-ku. Bu o'lguning ishlamay qoldi-ku. Pullarimni top ber", deb baqirib qoldi. Uning ortidan Hasanboyning da'vati bilan pul tikkanlar to'planib pullarni so'ray ketdilar. U yog'idan bexabarmiz-u, 2 ta tez yordam mashinasi Hasanboyning uyi oldida to'xtaganini ko'rdik. Hasanboy, yengil pul topaman deb og'ir dardga chalinding-ku. Ana kuyda. Mabodo siz ham pul uchun like bosayotganingiz yo'qmi?